Alloh taolo ba'zi bir bandalarga shunday vahiy qilgan ekan. Meni shunday bandalarim borki, ular meni yaxshi ko'radi va men ham ularni yaxshi ko'raman. Ular menga mushtoq bo'ladi, men ham ularga mushtoq bo'laman. Ular meni zikr qiladi, men ham ularni zikr qilaman. Agar sen ularni yo'lini mahkam tutsang, men seni yaxshi ko'raman. Agar ularni yo'lidan yuz bo'rsang, albatta seni yomon ko'raman. Shunda u so'radi: "Ey Robbim, sen yaxshi ko'rgan bandalarning alomati nima?" Alloh taolo aytdi: "Agar tun zulmati bo'ladigan bo'lsa, to'shaklar yozilinib, har bir yaxshi ko'rgan kishi o'z yaxshi ko'rgani bilan xilvatda qolgan paytda to'shaklar yozilib, har bir yaxshi ko'ruvchi o'z yaxshi ko'rgani bilan yolg'iz qolgan vaqtda ruku qilgan, sajda qilgan holatda men bilan munojot qilishadi va meni roziligimni topishlik uchun harakat qilishadi. Alloh taolo ularni yaxshi ko'rdi, ular ham Alloh taoloni yaxshi ko'rishdi. Va ibadur rohmanil ladina yamshuna alal ardi hauna va idha khatabahumul jahiluna qalu salama valladina yabituna li robbihim sujjada va qiyama. Rahmanning haqiqiy bandalari yerda tavozi bilan yuradigan va agar johillar ularga xitob qiladigan bo'lsa salomat bo'lasizlar deydigan va tunlarini sajda qilgan, qo'yin qilgan holatda Robbilariga bag'ishlaydigan kimsalardir. Endi o'zingiz o'ylang, kimniki tuni Allohdan boshqa bilan band bo'layotgan bo'lsa, Allohdan boshqa bilan suhbat qilishlik u uchun Alloh bilan suhbat qilishdan lazzatli bo'layotgan bo'lsa, qaysi aql bilan uni muhabbatini to'g'ri desa bo'ladi? Chunki bu vaqt ularni Robbisi bilan yo'liqadigan vaqtdir. Ana shu yaxshi ko'rganlardan, Allohni sevgan bandalardan biri aytadi: "Uhibbul layla liliqoy robbi va ukrihun nahara limulaqatin nas." Robbimga yo'liqishlik uchun tun zulmatini yaxshi ko'raman. Insonlarga yo'liqish sababi bo'lgani uchun kunduzini yomon ko'raman degan ekan. Alloh taolo ba'zi bir bandalarga shunday vahiy qilgan ekan. Meni shunday bandalarim borki, ular meni yaxshi ko'radi va men ham ularni yaxshi ko'raman. Ular menga mushtoq bo'ladi, men ham ularga mushtoq bo'laman. Ular meni zikr qiladi, men ham ularni zikr qilaman. Agar sen ularni yo'lini mahkam tutsang, men seni yaxshi ko'raman. Agar ularni yo'lidan yuz bo'rsang, albatta seni yomon ko'raman. Shunda u so'radi: "Ey Robbim, sen yaxshi ko'rgan bandalarning alomati nima?" Alloh taolo aytdi: "Agar tun zulmati bo'ladigan bo'lsa, to'shaklar yozilinib, har bir yaxshi ko'rgan kishi o'z yaxshi ko'rgani bilan xilvatda qolgan paytda to'shaklar yozilib, har bir yaxshi ko'ruvchi o'z yaxshi ko'rgani bilan yolg'iz qolgan vaqtda ruku qilgan, sajda qilgan holatda men bilan munojot qilishadi."